Selam. Bugün biz Minecraft'ta ko'p narsalar qilamiz. Ko'p narsa emas, 2-3 narsa qilamiz. Birinchisini hozir o'taman. Masalan, Minecraftga kirganlaringizda bunaqa narsa chiqib qolsa, bunaqa dumaloq narsa hech kimga yoqmaydi, to'g'rimi? Men sizlarga yo'lini o'rgataman. Bu yoqqa kirasizlar. Keyin o'rtani bosib, bunga kirib, aynan mana shu ikkita tugmani bosamiz. Bosganimizdan keyin mana hammaga yoqadigan X'lisi. Bu yaxshi degani. Endi biz mashina yasashni o'rgataman. Bu ikkinchisi. Undan oldin yana bitta gap aytib o'tmoqchiman. Men hozir YouTube'da yangiman. Menga qancha ko'p obunachi to'plasanglar, men ham shuncha ko'p yaxshi video chiqarib boshlayman. Shuning uchun like va podpiska bosishni unutmang. Keyin kommentga ham fikrlaringizni yozing. Menga bu juda ham qiziq. Bo'lmasa, mana shuni tepaga ozgina quramiz. Agar yurmay qolishi ham mumkin. Endi bu yoqqa kiramiz. Bu yoqqa kirib mana bu narsani olamiz. Mana buni almashtirib, keyin aytgancha kunni o'zgartirish yo'li ham bor. Bu yoqda har xil narsalar bor. Keyin yomg'ir qilmoqchi bo'lsanglar, bu yoqda ham bo'ladi. Yomg'irni o'chirmoqchi bo'lsanglar, aynan yomg'ir tugmasidagi joyini bosasiz. Keyin yana qaytadan kirasiz. Qaytadan kirib tunni bo'ladilar. Ungacha yoriq boshlayapti. Biz yoriqni kutib o'tirmaymiz. Bu yoqqa kirib nima chiqamiz, yo hamma yer yoriq bo'lib ketadi. Endi biz boya nima qilayotgan mashinamizni yasatganmiz. Endi yasaymiz. Bu yoqqa buni qo'yamiz. Bu ikkinchisi. Endi o'rtasiga aynan mana shu yopishmaydigandan qo'yib, keyin bu yoqqa ikkita yopishadigan qo'yamiz. Menga o'xshab qilsanglar xato bo'lmaydi. Agar buni ham yopishqoq qo'ysanglar, noto'g'ri bo'lishi ham mumkin. Kim Minecraftni tushunsa, bu narsani ham tushunmasa, agar buni esga qoldirsa ham bo'ladi. Mana endi mashinamiz tayyor. Mana bu blok qo'ysak, xohlagan blokni mana shunday ketadi. Mana bizga ikkinchi kerak. Qanday? Akşam bu toplamak ketamiz. Mana yo'llarimizni uyga boramiz. Bitta kichik yo'bori. Bu qayoqdaligini men bilmaganman, shunchaki topib oldim. Hech kim o'zing birinchi topgansan demaslar. Mana o'zi paydo bo'lib qolgan yo o'zi shu yoqda oldin bo'lgan. Kommentga yana fikrlar yozinglar. Men ham shularni qilishga harakat qilaman. Mayli. Endi uchinchisini yasaymiz. Undan oldin qishloq topish kerak. Qishloq mana yoqda. Yoki u yoqda emas. Qishloqimiz yo'qolib qolmagan bo'lsin-da. U yoqda hattoki bitta emas, endi 99 kun degan narsani yasaganman. Uni boshqa videoda ko'rsataman. Hozir mana galasini qanday qilishni o'rgataman.
Endi mana yoqqa give deb yozamiz. Give deb mana bunaqa narsalar chiqadi. Agar buni bossanglar mana bunaqa mendagi barrier deb yozsanglar mana bunaqa blok chiqadi. Agar o'chirib qo'ymasanglar mana bunaqa blok chiqadi. Aynan mana pastiga chiziq qilishni unutmang. Endi bundan chiqamiz. Mana 4 ta narsani o'rgatdim, aytganimdek. Nega yozib ko'rsatmading desanglar, men uncha vaqtim yo'qda, shuning uchun yozib ko'rsatmadim. Agar shunga atiga bunga xabar bermaslar, atiga 30 ta obunachi, 30 ta like yig'ib bersanglar, men aniq hamma narsani ko'rsatib qo'yaman. Ham undan zo'r videolar ham chiqaraman. Shuning uchun like bilan obunachilik bosishni bosing, keyin kommentga ham yozing. Menga juda ham qiziq. Sizga rahmat deymiz. Shunaqa qotib qoladi. Keyin agar menga atiga 30 ta yozsanglar, yana bitta Minecraft o'yiniga kiraman. Unda miltiqlar bo'ladi, ya'ni avtomat. Aytgancha bu meni uyim. Tanishinglar uyim. Obunachilarim bilan tanish. Endi pastga tushishda bo'ladi. Ham otsa bo'ladi, ham periskopda ko'rsa bo'ladi. Keyin bu yoqqa tushib. Bu yerga bunaqadek bunaqasi yoqadi. Keyin bitta joyga mana hamma ololmaydigan blokdan qo'yaman. Aynan mana shu yoqqa. Mana tatam. Mayli. Aynan endi sandig'imni ochib ko'rsataman. Qiziq bo'lsa, albatta. Endi men bu yoqdan aylanib o'tishni kutmoqchiman. Bu yoqqa kamon blok qo'yamiz. Chiroyli bo'lish uchun. Ana hamma yerga ko'rsatdim. Mana pastda mana kiyimim bor. Bu yoqda esa uxlaydigan karavotcham.